Obunachilar, men bilaman kim bu ishni aytganini, chunki kechadan beri men ba'zi bir haqiqatlarni chiqarib o'tiribman, shular aytgan deb men o'zimcha hozir o'ylab turibman. Endi yana kim biladi, Xudo biladi, lekin qalban birgamiz. Meni ovozimni baribir o'chirib bilmaydilar. Ovozim boshqa kanallardan ham yayraveradi. Menda Facebookda bilasizlar. Facebookda kanalim bor. Facebookda 30 ming obunachim bor. Stranitsamda 18 mingdan ziyod do'stlarim bor. Bilasizlar, Facebookda barcha vazirlikda ishlovchi katta-katta insonlar o'tiradi, kuzatadi. Shuning uchun Instagram kanalimda 100 mingga yaqin obunachim bor. Bu arzimagan bir Telegram kanalimda 3400 odamini uni bloklagani bilan baribir yonda gruppamda qo'shilib turibdi-ku. Sizlar bundan ilsangizlar bundan ochaveraman men. Boshqa psevdonim bilan ochishim mumkin. Nerdan bilasizlar sizlar? Так что haqiqat egiladi, bukiladi, lekin hech qachon sinmaydi. Shuni esingizdan chiqarmang. Biz haqiqatni gapiramiz, chunki bizning orqamizda prezidentimiz turibdi. Biz prezidentimizni ishongan vakillarimiz va bo'layotgan jarayonlarning barchasini yoritishga tayyormiz. Faqat haqiqatni gapiramiz. Biz yolg'on gapirmaymiz. Faqat haqiqat gapiramiz. Shuning uchun meni hurmat qiladigan insonlar, meni kanalimni muntazam kuzatib kelayotgan do'stlarimga minnatdorchilik bildiraman va o'ylaymanki, kanalimda, mana bu gruppamda obunachi sonini ko'paytirishda yordam berasizlar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar, bizlarni kuzatishda davom etinglar.